Bormang. Salomat bo'ling. Qiymaning 1 kilosi qancha turadi? Kilosini so'raganingizga qaraganda shohona dasturxon yozadigan boy og'asiz. Kilosi 250 aqcha. O, qimmat emasmi? To'g'risini aytsam, bu bizga bog'liq emas. 50 grammi qancha bo'ladi? 50 gram go'sht nima ham bo'lardi, beyim? Haftadan tashqaridan qishloqdan kelgan ko'rinasiz. Kambag'alni dasturxoni go'sht ko'rsa, bayram bo'ladigan vaziyatda. Unda sen bu narxga sotmagin-da. Agar arzon sotsam, boshqa menga go'sht sottirishmaydi. 50 gram tortib beraymi? Bizda 50 gramni ham olgani pulimiz yo'q. Beyim, keling sizga yarim kilo go'sht tortib beray. 25 aqcha bo'ladi. Nima deysiz? Ammo hech kimga aytmaysiz. Bir fermada bir janob bor. Go'sht narxini eshitdi. Menga yuboryapti. Go'sht olishga kuchi yetmagan kishilarga sot deyapti. Mana buni ham ol. Kambag'allarga go'sht tarqat. Senga arzonga sotishing uchun kim go'sht berayotgan bo'lsa, o'sha odamga ayt. Meni topsin. Sizni qayerdan topaman, janob? Saroydan.